Xullas, hozir Barselona bir xil, o'sha hozir qizig'i Real bo'lib turibdi. Chunki nima o'zi? Hech kim bilmaydi. U o'yinlari ham yopiq. Chol ketgandan keyin markaziy stadionga berdi. Hamma narsa hozir mana oxirgi xabarni eshitdingda, Rodrigo bor-ku, ketadigan bola. Rodrigo meni planimda bor degan. Chunki degan, men futbolchidagi eng hurmat qiladigan jihatlarimdan biri sadoqat degan. U Realdan ketgisi kelmadi. Sinabdi. Shunaqa yo'llar. Vinicius saydamoqchi. Yo, Vinicius sadoqatli-ku, Vinicius Vinicius haqida ham gap chiqdi-ku, bir ketar ekan, yo. Saudiyadan takliflar bo'ldi. Cityga degan gap chiqdi. O'sha muammoni nima qilar ekan? O'tgan yilgi muammoda o'sha chap qanot. Klub o'rtasida jon chiqayotgan bittasi o'ynamayotgan paytda zo'r o'ynadi-da. Shundan Mbappe keldi, golini uradi. Qattiq urishi mumkin boshqa. Lekin jamoaviy o'yinga putur yetadi. Yo'q, ikkalasi hali bitta qozonni qaynamaydi. Bu tomoni ham bor-da. Hamma ikkalasi ham bitta